Hurmatli do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun Xurmo jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa, ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Xurmo jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Bu Andrey, u 10 yil davomida kiyim dizayni sohasida o'z biznesini ochishni orzu qilgan. Bugun muhim kun. Qahramonimiz nihoyat o'zi istagan mablag'ni jamg'arishga erishdi. U ishdan bo'shab bino ijaraga oladi. Xodimlarni yolladi va o'z biznesini rivojlantirish bilan shug'ullanadi. 1 yil o'tgach, Andrey o'z tadbirkorlik faoliyatini sarhisob qiladi. Jamg'arilgan kapital ijara va uskunalarga, xodimlarning ish haqiga, mato va materiallarga, kommunal xizmatlarga, reklamaga, shuningdek biznesni ro'yxatdan o'tkazish va yuritishga sarflandi. Kiyim-kechaklar sotish va o'z kolleksiyalarini ishlab chiqishdan tushgan daromad 5 million 700 rublni tashkil etdi. Hisob-kitob qilish qiyin emas. Foyda, ya'ni buxgalteriya foydasi 700 ming rublni tashkil etdi. Hammasi ajoyib ko'rinadi. Andrey ko'pchilik boshlovchi tadbirkorlar kabi nafaqat zarar ko'rmadi, balki hatto foyda ham oldi. Biroq 1 yil orqaga qaytadigan bo'lsak, Andreyning avvalgi lavozimida yiliga 600 ming rubl ishlab topganini ko'ramiz. Bundan tashqari u yig'gan 5 million rublni bankka yillik 10% bilan qo'yib, qo'shimcha 500 ming rubl olishi mumkin edi. Boshqacha aytganda, agar Andrey yollanma ishchi bo'lib qolganida, uning yillik daromadi 1 million 100 ming rublni tashkil qilishi mumkin edi. Bunday muqobil variantlar iqtisodiyotda puxta moliyaviy qarorlar qabul qilish va biznes samaradorligini real baholash uchun muhimdir. Shunday qilib, Andreyning dizayn studiyaga sifatidagi buxgalteriya foydasi, ya'ni barcha daromaddan tashqari buxgalteriya xarajatlari chegarilgandagi foyda 700 ming rublni tashkil etdi. Biroq uning iqtisodiy foydasi, ya'ni buxgalteriya foydasidan ichki muqobil xarajatlar chegarilgandagi natija noto'g'ri tanlangan muqobil variant tufayli zararga aylandi. Iqtisodiy muvaffaqiyat nuqtai nazaridan Andrey ishda qolishi va to'plangan kapitalni investitsiya qilishi maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bu unga o'z biznesini ochishdan ko'ra ko'proq foyda keltirgan bo'lardi. Ilgari Andreyning daromadi kafolatlangan bo'lsa, endi uni noaniqlik va tadbirkorlik xavf kutmoqda. Ammo shuni unutmaslik kerakki, Andrey endi o'ziga o'zi xo'jayin, uning biznesi esa to'g'ri boshqarilganda yildan yilga o'sishi mumkin. Shunday qilib, buxgalteriya foydasi aslida an'anaviy tushunchadagi kompaniya foydasiga tengdir. Buxgalteriya foydasini pul va boshqa resurslardan foydalanishning muqobil usullari bilan taqqoslab, iqtisodiy foydani hisoblaymiz. Barcha muqobil variantlardan eng yaxshisini tanlaganimizda maksimal iqtisodiy foydaga erishamiz. Xulosa qilib aytganda, buxgalteriya foydasi har doim iqtisodiy foydadan katta yoki unga teng bo'ladi. Ushbu misolda biz odatiy vaziyatni tahlil qilgan bo'lsak-da, agar topa olsangiz izohlar bo'limida buxgalteriya foydasi iqtisodiy foydaga teng bo'ladigan holatga misol keltirishingiz mumkin bo'ladi. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Va albatta, qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Agar sizga yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashing.